Dunyoning yetakchi davlatlari rahbarlarining bayonotlarida yadroviy qurol degan so'z tez-tez yangramoqda. Возможного применения со стороны России ядерного оружия. We have more nuclear weapons than anybody. De notre arsenal nucléaire, contrairement Bugun bu qurol nafaqat bir-birini tiyib turish, balki rosmana tahdid vositasiga aylanib ulgurdi. Shu o'rinda ko'pchilik uchun muhim bo'lgan savol quyidagicha: agar atom bombasi rostdan ham qo'llanilsa, insoniyatni qanday oqibatlar kutadi? Bugun biz shunchaki taxminlar emas, balki fizik qonuniyatlar va ilmiy hisob-kitoblarga tayangan holda shu savolga javob beramiz. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, hozir dunyoda 9 ta davlat: AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya, Hindiston, Pokiston, Isroil va Shimoliy Koreyada jami 12 mingdan ortiq yadroviy kallak mavjud. Ularning katta qismi AQSh va Rossiya arsenalida saqlanadi. Yadroviy portlash uchun uran yoki plutoniy kabi og'ir metallarning yadrosiga neutron bilan zarba beriladi. Yadro ikkiga bo'linadi va o'zidan ulkan energiya hamda yangi neutronlarni chiqaradi. Bu neutronlar boshqa yadrolarga uriladi va bir necha mikrosoniya ichida trillionlab yadrolar parchalanadi. Aynan mana shu jarayon tarixda Hirosimani bir zumda kulga aylantirgan dahshatli portlashni hosil qilgan edi. Taqqoslash uchun AQSh tomonidan Hirosimaga tashlangan bomba 15 kiloton quvvatga ega bo'lgan va 150 mingdan ortiq insonning hayotiga nuqta qo'ygan edi. Biroq bugungi strategik yadroviy kallaklarning aksariyati 15 emas, balki 100 kilotonna quvvatga ega. Agar o'rtacha quvvatga ega bitta yadroviy qurol qo'llaniladigan bo'lsa, portlash epitsentrida dastlabki soniyalarning o'zidayoq 10 million gradusga yaqin issiqlik paydo bo'ladi. Taqqoslash uchun bu quyosh yadrosidagi haroratdan ham bir necha barobar ortiq. Bundan tashqari 2 kilometr radiusda joylashgan nafaqat insonlar, balki barcha narsa bug'ga aylanadi. Aholisi joylashgan shaharlarda bu dastlabki lahzalardayoq 500 mingga yaqin insonning hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Portlash markazidan 10 kilometrgacha bo'lgan masofada uzoqlikda bo'lganlar uchun 3-darajali kuyish, ko'rlik va vayronalar ostida qolish xavfi mavjud. Shahar infratuzilmasi, shifoxonalar va yo'llar vayron bo'lgani sababli bu zonada yana 300 mingdan ortiq inson tibbiy yordam yetishmasligidan vafot etishi mumkin. Qolaversa, soatiga 1000 kilometr tezlikdagi to'lqinlar 3-4 kilometr radiusdagi barcha binolarni kukunga aylantirib yuboradi. Mutaxassislarning fikricha, portlashlardan so'ng hosil bo'lgan rad shamol yo'nalishi bo'ylab o'nlab kilometrlarga tarqalishi mumkin. Agar aholini evakuatsiya qilish choralari ko'rilmasa, shamol natijasida yana 100 minglab odamlar bir necha hafta ichida vafot etadi. Ya'ni 100 kilotonnalik bitta bomba gavjum shaharda bir necha kun ichida 1,5 milliondan 2 milliongacha bo'lgan inson yostig'ini quritishi mumkin. Bu shunchaki raqam emas. Bu butun bir sivilizatsiya, madaniyat va iqtisodiyotning qisqa vaqt ichida yo'q bo'lishidir. Bundan tashqari, radiatsiya natijasida tuproq va suv manbalari zaharlanadi. Ba'zi hududlar yillar davomida yashash uchun xavfli bo'lib qoladi. Yadroviy urush yuzaga kelgan taqdirda uning eng xavfli oqibatlaridan biri yadro qishi deb ataladigan hodisa. Jumladan, bunday portlashlardan so'ng shaharlar va o'rmonlarda ulkan yong'inlar boshlanadi. Ushbu yong'inlardan ko'tarilgan tutun va qora quruq zarralari atmosferaning yuqori qatlamlariga chiqadi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, bu zarralar quyosh nurlarining yerga yetib kelishini sezilarli darajada kamaytiradi. Natijada global harorat pasayadi va iqlim keskin soviydi. Shunga qaramay, ko'plab davlatlar nafaqat o'zida yadroviy qurolni saqlab qolmoqda, balki jangovar kallaklar sonini ham keskin oshirmoqda. Bu esa yadroviy tiyib turish siyosati nomli strategiya bilan izohlanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, agar ikki davlatda ham yadroviy qurol bo'lsa, ular bir-biriga hujum qilishdan tiyilishi mumkin. Negaki har qanday hujum javob zarbasiga sabab bo'ladi.